Xalq cho'ntagiga, dehqonda foydasi shu narsa. Birinchi o'rinda ham O'zbekistonda yuzda, keyin tagiga beriladigan o'g'itlarga qattiq urg'u qaratamiz. Yaxshi ishlov berish kerak. Yer meniki deb turishini sotib olaman degan dehqonlar sifatsiz mahsulot sotolmaysiz. Shu narsani qo'yinglar tarmoqqa. Sifatsiz mahsulot eksport bo'lmaydi. O'zbekistonda yuzi, obro'si, imiji, brendi turibdi. Bu qayerdan O'zbekistondan deydi-da, shu joylarga urg'u qaratishimiz kerak. Endi biz aldaqchi, yolg'onchi xalq emasmiz. Albatta nasiya ham yo'qoladi. Sifatli mahsulot bo'lgandan keyin o'z-o'zidan naqd pulga o'tamiz. Shaftoli sezonda ko'p kuzatamiz. Qat'iy siz bitta qabulxona 1,5 milliard qarz. Bularni yo'qotish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Tizimni mana joydan boshlash kerak. Sifatli mahsulot bo'lgandan keyin bozorga borib tez sotilgandan keyin pul tez tushadi. Naqd pulga oladi. Mana shu tizimni joriy qilish kerak. Buning uchun dehqon, bog'bon, broker hozirgi kunda biz talab qiladigan, birinchi kunda talab qiladigan narsamiz hozir uzamansa mahsulot yo'qda, brokerda ham, savdogarda ham gapira olmaymiz. Hozir bog'bon bilan dehqonni usti ish ketadi. Pishkinchi. Pishgandan keyin sotish jarayonida 10% dehqonda qolsa pishgan mahsulot. Lekin avval broker, qabulxona, zakatuvchi, rasiychida bo'ladi, xato bo'lsa. Lekin hozir mehnat qiladigan dehqon kam kaltaga qo'yib yirik mahsulot sotiladi.